Hop, mana akalar. Hozir bizni mahallada ikkita demchilar o'ynayapti. 2-1 Oybek yutaman dedi. O'zi yutadi, bilaman. Oybek ikkalasini ham oqizaman dedi. Men go dedim. Ana. Oybekni kaskasi 4 2 qilib olgan. Nimadir Rasul bu yoqda Shoh 2-1 tashlashadi. Hozir. Biz hozir shularni hal qilamiz. Bruno hozircha Oybek yutqizyapti, lekin buni hali hech kim bilmaydi. Oybek kiyimdan tashlab yubordi. 1-1 38 urun berdi. 2-1 hozircha. Shot mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Oybek 2-1 o'ynayapti. Yaxshi o'ynayapti akalar. 3-1 shot. Uchukka yaxshiroq o'ynanglar, bolalar, kontent olyapman men. Tushunmaylar. Yaxshi, tur 5-1 bo'ldi shot, 6-1. Ana shu TDM turnir bo'lsa, ana shu Shoh o'zi bilan chaqiraverasizlar, bo'yiga javob. Mas'ul endi yaxshi o'ynaydi. Joy katta gapira olmayman. Hozircha 8-2. 9-2. 18-18. Kedimiz necha ekan? 5 kedi. 0-4 kedi qilib qo'yibdi. 5 kedi ko'targan. O'sha yaxshi. 11-3. 3,5 kedaga tushirib qo'ydi. 5 kedani. 3-37 ga, 3-7 ga. Va 12-4 shotimiz yaxshi o'ynashadi degan umiddaman. Mana bu yerda Shohjon akam jon to'ldiryapti. Oybek push qilmadi uchun Rasul oldi keladi, chaqiryapti. Nimaga otyapti bilmayman, lekin ikkalasi ham turibdi. Yaxshi. Ikkalasi ham turibdi, turgandan keyin uradi, to'g'rimi akalar? Endi Rasul Oybek endi fikrlar qildi. 1 va 2. Oybek ikkalasini ham bitta tepaga chiqib olib, to'liq tutiga chiqib olib, ana oq tashadi. Yaxshi bitta o'q Rasulga kifoya qildi. Shoh bilmayman nima qilib tentirab o'tgan suvga chiqib yuribdi akalar. Va Kulakom 17-6. Sumkani tashlab yubordi, kaska bronya bilan qoldi. Kaskasi tushdi Oybekda. Va yana 1 17-7-10 tashlayotgan. Orqada qolishyapti. 6 sekund vaqt bor. Va menimcha chiqib ketsa ham bo'laveradi. Chunki bunaqa manuni qilish menimga emas.
Amallab bo'lmaydi endi. Amallash qiyin. Amallash juda qiyin. Juda qiyin. Mana yerda oy bek hozir ikkalasi ham to'g'ri joyda kelgan va Rasul minus, Rasul tirildi. Oybek jon to'playapti. Shoh yugurib keldi. Oybek jon to'plamoqda. o'n 25-18. Shoh ham ketdi. Rasul yopiladimi? Rasul yopdi. Endi joni kam bo'lgandan keyin nima qilish kerak edi? 22-9. Haya qizdirmoqda. Ma o'ldi. Hayani otishga ulgurdim. Hech kim bilmaydi. Ancha ulgurmadi. Shoh Oybekka push qilmoqda. Oybek pushga javoban hech narsa qila olmadi. 11-22 amallasa bo'ladi. Ha, 12-22. Oybek hozir oqartiradigan otmoqda. Hayeshka ekan. Va Hayeshkada uchirdi. Shohni va Rasulni esa birga yutdi. Hozir Oybekning joni kam, lekin jon to'ldirishga harakat qilmadi. Hamma pushga tushib ketdi. Va shu 416-sini kilchat qilganda bor kontent ham shikala chiqqan bo'lardi. Normal endi. Post qo'yamizmi? Agar 1 minutdan ko'p ketgan bo'lsa, 6 sekund, 7 sekund bo'lsa, shortsga emas, post qo'yamiz. Agar uni bo'ladigan bo'lsa, shorts qo'yamiz. Akkauntini berib tursa bo'lar ekan, stream qilib olardim. Va yotdi va bu yoqdan Rasul orqadan urdi. Bilmayman nimaga orqadan urdi. Dikiga bir chiqqanda shunaqa ham bo'lib turadi. Rasul sirpanib kutilmaganda 416 sirpanish mumkinmidi? Hech kim bilmaydi. Oybek jon to'ldirmoqda. Shoh unga qarab otmoqda. 25 shoh urdi. 16-25 akalar. Shoh bilan Rasul bitta joydan push qilmoqda. Shohga 41 deydi. Shoh o'ldi. Rasul ham o'ldi. Rasul nima qilganini o'zi ham bilmasa kerak. Men spil zagruzi bo'lguncha o'lib ketdi akalar. Oybek joni kam urolmadi va Rasul urib ketdi. Chunki boy urib qo'ygani. Oybekni urib qo'ygani Rasulga qattiq tegib ketgandi. Shoh o'yindan chiqdi va Oybekning joni kamganda Rasul sirpanib urib ketdi. Oybek haya qizdirmoqda. Haya uchdi, lekin odamga emas, yerga uchdi. 19-28. 9 ta shot. Shoh David Rasul nima qilib yuribdi? Hamda teammeytini otyapti. Oybek granta qizdirmoqda. Hayeshga Rasul uchib keldi va o'zini o'zi hayalab oldi. Chunki birovga kill bergandan ko'ra o'zini o'zi hayalab o'ldirgani yaxshi deb o'yladi. Paplanim shoh ketdi. Hisob 30-0. Hisob 30-20 10 ta shot. Rasulning joni kam va shunga qarab Oybek Hayeshga qizdirmoqda. Kim uchadi bunga Hayeshga? Hech kimga tegmadi.
28-40 sekund qoldi va 9 ta shot bilan emotsiya berib ustidan kuldi va 9 ta shot bilan 8 ta shot bilan ana urog'i yutdi desak ham bo'ladi. 9 ta mana shuni urib qoladim 10 ta. Voy malades. Akalar zo'r video bo'ldi degan umiddaman sizlar bilan. Haydar Sharofovdan Big Boss YouTube kanalida ko'rishguncha streamlarda aktiv bo'lib obuna va like tugmalarini bosib qo'yasizlar degan umidlardaman. Sizlarga yoqdi degan umiddaman va Oybek 2-1 yutdi akalar. Bizning videomiz ham shu o'zida tugadi. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlanglar.